ko'rib turgan binolaringiz Hindiston Devos Acharya universitetini mana bizni tumandagi bitta filial hisoblanadi, universitet hisoblanadi. Bu asosiy qurilishda 4,5 so'm iborat bo'ladi. Mana birinchi bizda turgan bino asosiy ma'muriyat binosi, mana hozirgi ko'rgan joyimiz ma'muriyat binosi. Ya'ni bu yerda o'quv kursi o'tmaydi, faqat bu yerda rahbariyat, o'qituvchilar o'tiradigan laboratoriya xonalari bo'ladi. Mana bu aynan kampus mana bu yon tarafga qarasizda ko'rinadi. Mana bu kampus o'quv korpusi. Mana bu yerda oshxonasi bor, stadioni bor. Mana orqada ko'rib turganlaringizda 3 ta etajda qurilgan bular yotoqxonasi hisoblanadi. Mana bu asosiy bu nimani mablag' 89,9 milliard so'mga mana shu IT park quriladi. Bugungi kunda hozir mana ikkita kampus ishga tushish nimasidan mana 26-27-yil o'quv yilida bevosita bizni mana shu yangi binoda qabul qilamiz. Hozir oxirgi fazada ishlar ketyapti. Mana tozalash qilgandan keyin yangi o'quv binosida foydalanishga topshiriladi. Bungacha bilsangizlar, oldin boshqa joyda o'tardi. Yangi o'quv yilidan yangi binoga ko'chib o'tadi. Hozir bundan tashqari hozir 300 ga yaqin talabamiz faqat IT sohasi yo'nalishi bo'yicha o'qiyapti. Hozir bunga qo'shimcha sifatida tibbiyot yo'nalishi bilan ingliz tiliga o'qitish sertifikatini olish arafasida agar bularni ham oladigan bo'lsa, bevosita bu yo'nalish bo'yicha mana bu nimalarda qo'shimcha ravishda tibbiyotga xizmat ko'rsatadigan o'zining klinikasini qurish nimasi ham bor. Hindistonda ham anchalik tibbiyot yo'nalishida. Shunaqa. Bundan tashqari Buxoro shahrida ham o'zi klinika bular rejalashtirgan, faqat o'zi litsenziyaga qarab qo'ygan. Agar litsenziyasini oladigan bo'lsa, tumanda ham bevosita viloyatda ham klinikasini quradi. Bu bizga nima beradi? Mana ertaga mana Hindistonga borib davolanib keladigan narsani bizning o'zimiz tumanda, viloyatda mana shu narsa amalga oshadi.